Dasturimiz davom etadi. Aslirbek, sezyapsizmi, so'nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda jamiyatimizda kitobga bo'lgan e'tibor so'yayotgani haqida ko'p muhokamalar bo'lyapti. Albatta Jasurbek, ammo kitob sotuvchisi Xayrulla Asadovning yoshlarni kitobxonlikka chorlov so'zlari ijtimoiy tarmoqlarda ijobiy kutib olinyapti. Ayniqsa Xayrulla akaning chiqishlarini o'zim ham ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boryapman. Haqiqatan ham juda ham kuyinib, mana shu yoshlarni kitob o'qishga, ko'proq ilm olishga chorlayotgan fikrlari menga ham juda ham yoqyapti. Aynan mana shu mavzuda muxbirimiz Hasanboy Dehqonov lavha tayyorlagan va Xayrulla aka bilan suhbatlashgan. Tomosha qilamiz. Kitob zamonlar osha sayohat qilayotgan, o'zining bebaho yuklarini avloddan avlodga tashiyotgan hikmat kemasidir. Oxirgi payt e'tibor bergan bo'lsangiz, ijtimoiy tarmoqlarda jamiyatimizning kitobga bo'lgan e'tibori sust degan fikrlar ildam surilmoqda. Haqiqatda ham shundaymi? Bugungi kunda yoshlarimizni qo'lida kitob kam ko'ryapmiz. Bunga sabab nima deb bilasiz? Telefon. Asosan telefon. Bu telefon chiqqandan keyin buzildi. Hamma narsa bolalar, yoshlar buzilib ketib qoldi. Yoshlar tartibi buzilib qoldi. Kitob o'qish ularning hayotida qanchalik muhim ekanligini anglatishimiz kerak avvalo ularga. O'shani anglab yetsagina keyin o'qiydi. Sizning hayotingizda qanchalik muhim? Qanday yordam beradi? Juda ham muhim. Kitobga mehr qo'yganimga 1 yildan oshdi. Bu kitob o'qish avvalgi o'tgan hayotimdan ko'ra kitob o'qigan hayotim juda mazmunli va juda ko'p narsalarni o'rganasiz kitob orqali. Avvalo menimcha oila muhitidan boshlash kerak deb o'ylayman. Faqat oilaga bog'liq. Oilaga bog'liq. Misol uchun meni oilamda o'sha kitob muhiti bor. O'zimda kichkina kutubxonacham bor. Farzandimga ham hozirdan shakllantirib boraman. 6 yosh qizim bor. Har chiqqanimizda birinchi o'rinda kutubxonaga boraman, kitob do'konlariga, undan keyin o'zi xohlagan narsaga boraman. Nega bu rastalarga keldingiz bugun? Ijtimoiy tarmoqlar orqali, internet tarmog'i orqali o'qisa bo'ladi-ku. Lekin mana to'g'ri aytasiz. Ijtimoiy tarmoqlardan ham bizani o'zi onlayn ham kurslar olgan paytlarimiz bo'lgan. Lekin jonli o'qiganingizni uni odamni ruhiga boshqacha ta'sir qiladi. Biz hozir turgan joy kuni kecha mana ijtimoiy tarmoqlarda Xayrulla akamni ko'pchilik ko'rdi va Xayrulla Asadov akamni va biz ham hozir shu yerda to'qnashdi. Bitta dona inson kitobga shuncha insonni jalb qilishini bugun mana o'zimiz guvohi bo'ldik. Shu narsa orqali. Va endi qarang, bunaqa insondan 10 ta bo'ladigan bo'lsa, jamiyatimizda kitobxonlik ko'payadi. Avvalam qiziqqandik, endi tog'an suhbatlardan kitob olgandan keyin orqali ko'rib keldik. Ijtimoiy tarmoq orqali. Bir ayol aytgan ekan-ku, o'lgim kelmaydi bu hayotda, chunki yosh katta ayol bo'lgan. Nimaga deb so'rasa, men shunchalik ko'p kitob o'qiyman, kitoblarim hali oxiriga yetmadi, ularni qiziqaman, ularni oxiriga yetkazishim kerak deganda. O'shanaqa kitob bizni baribir o'ziga tortadi-da. Kitob o'qishga shu Xayrulla akani ko'rib keldim. Demak, ijtimoiy tarmoq orqali ko'rib keldingiz videolarni. YouTube orqali ko'rdim ko'pincha. Podkastini tingladim. O'rtoqlarimga ham tavsiya qilaman podkastini ko'rishni. Biz turgan joy ijtimoiy tarmoqlar orqali ko'plab muhokamalarga sabab bo'layotgan, jamiyatimizni kitobxonlikka undayotgan Xayrulla Asadovning kitob rastalari hisoblanadi va bizni quvontirgan jihati shundaki, bugun rasta ko'plab kitobxonlar yoshlar bilan to'la. Ularga yuzlanganimizda ko'plab Xayrulla Asadov singari insonlar chiqib ijtimoiy tarmoqlar orqali kitobxonlikni targ'ib qilishsa, yoshlar yana kitobga qaytadi deyishyapti. Xayrulla aka, hozir atrofingiz to'la odamda ko'ryapmiz. Ko'pchilik sizni ijtimoiy tarmoqlarda, kommentariyalarda o'qiyapmiz. Zamonaviy jadid chiqdi deyishyapti-da va yoshlardan so'radim. Bugun yana kitobni qo'lga olishingizga kim sababchi bo'ldi? Mana shu Xayrulla akani bergan intervyulardan keyin ko'rib keldim deyishyapti va Xayrulla aka singari jadidlar kitobni sotdim. So'ting, oldingizmi? Mana kitoblar ham arzon. Xayrulla aka singari jadidlar ko'paysa, biz yana kitobga qaytamiz deyishyapti. Ha, qaytasizlar do'stlar. Men falsafa orqali hayotga qaytdim. Falsafa orqali. Falsafani o'qing, diplomsiz ham o'qisa bo'ladi dedilar, isbotladim. Bunaqa yonib pishib jamiyatdagilarni kitobga undashga sabab nimada sizda? Bu narsani Abdurauf Cho'lpon aytgandek, uyg'onganlarning vazifasi o'zgalarni ham uyg'otishdir. Uyg'ongan inson jim o'tira olmaydi. Ilmdan boylikning farqi nima bilasizmi? Boylikni siz saqlab qolishga harakat qilasiz. Ilm quyoshga o'xshaydi, tarqalib ketasiz, portlab ketasiz. Bitta narsani inkor ham qila olmaymiz. Bugun ko'pchiligimiz mana shu matohga bog'lanib qolganmiz. Bu matohdan chekinib, ma'rifat o'chog'ini yana qo'lga olishimiz uchun nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Mana shu Aristotel 2000 yil oldin shu narsani gapirib qo'yibdi. Insonlarni jamiyat va xalq tarbiya qiladi.
Sizlar qo'linglarda telefon ko'tarib yuraversanglar, telefonni propaganda qilyapsizlar. Do'stlar, tushuninglar. Mana shuni ko'tarib yuring, o'qimasangiz ham ko'tarib yuravering. Ajab bo'lmasa ko'radim. Bilib olinglar, sizlarning har qanday g'am tashvishlaringlarni, azoblaringlarni kitob bemalol yengadi. Haqiqatda ham siz bugun jamiyatimizdagi ayrimlarning ko'zini ochayotgan zamon jadidisiz desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz. Agar kimgadir kitoblar kerak bo'lsa, bemalol Buyuk Ipak yo'l metrosidan chiqqaningizda Dog'iston ko'chasida Xayrullo akaning rastalarini ko'rasiz. Xayrullo aka bo'lmasalar, mushuklar qorovul bo'lib turibdi. Bemalol kitoblarni olib ketishingiz mumkin. Kitob qo'llar bilan yoziladi, ko'zlar bilan teriladi. Bir inson kitob o'qib o'tirgan ekan deb so'rashibdi. Nima uchun yolg'iz o'tiribsiz? Yo'q, yolg'iz emasman. Sen kelguningcha, sen kelgandan keyin yolg'iz bo'lib qoldim. Thomas Jefferson shunday deydi: kitob o'qimagan odamning murdadan farqi yo'q. Haqiqatda ham bugun jamiyatimiz a'zolarining kitobga bo'lgan qarashlari susayganicha yo'q. Buning guvohi bo'ldingiz so'rovnomalar natijasida va kitob rastalari hali ham yoshlar bilan, odamlar bilan to'la. Shunday ekan, ma'rifat o'chog'ini qo'limizdan tashlamaylik.